Yo bo'ldi, hammaga assalomu alaykum. Biz bugun Darknetda bunda Darknet chaqirib ko'rmoqchiman. Hozir telefon oldimda. Qani hozir Darknet ilovasiga kiramiz. Endi bu yerda qanaqalar bor ekan? Bu yerda juda yomoni bor ekan. 63 ta odamni klon qilgan ekan. Men bu Darknet tushirishni hayolimga birinchi Omonxon videosini ko'rdim bugun. 5-qismi chiqdi. Kim ko'rgan bo'lsa like bossin. Men hozir yomon Darknetga kirdimda hozir Popika degan Pumping Tankmi shunaqa degan anaqasi bor ekan. Chaqirib qo'ydim. O'zi kelsa kerak. Men yotdim, bo'ldi, men yotdim. Endi qo'yanni o'zingizlar ko'rsizlar. O'zi mana shu chaqirgan bola mashinada ko'charyapti. Endi odamni qidirib qo'rqitishim kerak. Chunki men Darknetda 63 ta odamni klon qilganman. Chunki mayli, hozir u meni kameradan ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Endi men bilmasam endi nima qilishim mumkin. Menda hozir kuxnyaga kirib ko'raychi. Kuxnya qayerda? Mana keldim kuxnyaga va nihoyat. Kamera mana shu yerdami? Mana kamera. Hozir men bu yerga nimadir qo'yib tashlayman. Ana o'tirib qolmasa ya, menimcha uxlayapti menimcha. Uxlayotgan shekilli. Soat tonggi 7. Menimcha tuni bilan uxlamagan yoki yo'q bekinib olgan. Men uni hozir qidiraman va uni o'ldirishga harakat qilaman. O'zi u qo'limdan kelarmikan? Mayli. Menga nimalar bo'lyapti? Zo'raman turdim. Endi bilmadim. U klon keldimi o'zi bolalar? Kelganlar, kommentga yozinglar. Men uni qidirishni boshlayman bo'ldi. Ko'p uxlayapman menimcha. Voy, bularni kim qo'yib tashladi? Bularni yo'q edi-yu bu ko'rinamda. Yo'q, menimcha klon kelgan. Kim qo'yib tashlaydi undan? Klondan boshqa. Klonni ko'raychiman. Klon qayerdasan o? Klon, chiq. Bekinma. Men sendan baribir uni qidirguncha men undan ko'ra dushga tusha olay. Voy, shunday kiyimimni chechmabman-ku. Mayli, hech narsa qilmaydi. Qani klon qani? Men militsiyaga telefon qilishim kerak, lekin zaryadkasi o'chib qolgan. Bekorni chaqirdim-da. O'zi qo'rqish bor. Mayli, magazinga borib kelay va yeguliklar olib kelaychi. Nima olsam bo'ladi? Pizza, chicken, bir bolalar olib kelaman magazinga borib. Voy, atpiritsiya yomon bo'lar ekan. Ko'rinayaptimi bolalar? Atpiritsiya? Yo'q, bo'lmas ekan. Mana shuni quyuramiz. Voy, mashinam yurmay qoldi. Yursa-da endi u mashina ham. O'zi kecha ustaxonadan olib chiqdim. Mayli, mana yurdi. Va nihoyat. Kamera ishlab turgan bo'lishi kerak. Sizlar kamerani ko'rdinglarmi bo'ldi? O'sha yerga olib qo'ydim. Ko'rgansalar, menimcha kommentga yozinglar. Qani mana qopib olamiz. O'yinda ko'p anaqa qopga sololmayman-da ko'p narsalarni. Shuning uchun qo'lda olib ketiraman. Yo'q, sololmayman. Men qo'lda olib ketiraman-da. Mana qo'li voy, pulni to'lamasa-chi. Baribir o'zimning magazinam, o'zim xohlaganimni qilaman. Bu yerda go'shtlar olinmadi. Buterbrod olamiz va sut olamiz. Morojniy olamiz. Sizlarga videom yoqayotgan bo'lsa, 10 ta like qilinglar, iltimos. 10 ta 5 ta like bo'lsa, men ikkinchi qismini chiqaraman. Albatta ikkinchi qismi bo'ladi buni. Bu hozir Darknet birinchi qism, bu Brookhaven'da. Voy, bu kim? Klonmi? Yo'q. Orqamdan qo'ylayapti, bo'ldi, qaranglar.
Bos, mashinani bos, yetolmaysan. Yurishi ham bir g'alati. Qochib ketdim man undan. Endi u meni uyimga kelsa kerak menimcha. Tezlikni elektron yoqmoqchi edim, tanadi ekan. Afsus. Bekor chaqiribman-da o'sha baloni. U ketgandan keyin men baribir politsiya chaqiraman. Endi voy, har kuni politsiya chaqirsam kiyimsiz keladi. Bunisida ham kiyimsiz kelsa, endi bilmadim men. Tualetga masjidga bekinib olishimiz kerak biza. Voy, tualetga o'tirib oldim. Ha mayli, hech narsa qilmaydi. Masjidga turib olamiz. Endi kamerani ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ha, mana u. Ha, mana ekan u. Endi ko'rdim. Nima qilyapti bu endi? Meni uyimdan ketsa edi qachondir. Jonga tegdi bu. Boshqa kameralarni ham ko'raylikchi, sheriklari yo'qmikan? Buni qaraylikchi, bu yerda hozir kirib kelish kerak menimcha. Ana kuxnyada yuribdi. Kuxnyadan ketdi. Mana hovli, garaj, bunaqalar. Mana u, mana xonamda yuribdi-ku. Endi nima qilaman? Tezroq bu ketsa endi. Soat ertalabki 5 bo'lyapti-yu. Kechki 5. Voy, ana. Yo'q, qoch. Qochishim kerak, ana og'amdan qo'ylayapti. Yo'q. Qochish kerak, tezroq qochish kerak. Masjidga bekinib olaman. Yo'q. Bo'lmaydi. Qani. Tepaga chiqaylikchi. Bu yerda emasmikan? Ketdi menimcha. Bu yerdami? Qani kutaylikchi. Yo'q, u eshikning orqasida turibdi. Men srochni mana shu yerga bekinishim kerak. Yo'q, mana u. Qanaqasiga o'tdan paydo bo'lib qoldi. Yo'q, u qanaqasiga tepadan pastga tushishi mumkin? Oynalar hammasi yopiq edi-yu. Hozir men bitta pulimni olay. Qachon ketar ekan endi? Bu yerda meni seyfim bor. Seyfimga tegmasa bo'ldi. Tegmasin. Iltimos, ketchi tezroq. U ketsa-da endi tezroq bo'ldi. Nima qilsam bo'ladi? Tezroq men bitta pulimni olishim kerak. Ochaman va pulimni olishim kerak bo'ldi, olaman. Mana oldim. Pulimni oldim. Voy, yo'q. Qo'rqib ketdim. Voy, pul beraman, to'xta, pul beraman. Hop. Pul beraman. Yo'q, pul beraman. Qoch. Militsiyaga telefon qilish kerak. Qoch. Voy, namir Osman tush. Namir Osman tush. Mana shu yerga bekinib olaman. Qani ko'rarmikan, yo'qmi? Yo'q, kelyapti. Ko'radi. Mana shu burchaga bekinib olaman undan ko'ra. Ketsin. Ket endi tezroq uyimdan. Men zaybal bo'lib ketdim. Voy, uzr bolalar. U ketdi. Tezroq men militsiyaga telefon qilishim kerak. Qani u? U qani? Чемодан какой-то. Ana ketyapti u. Наконец-то. Bolalar, bu nima bu? Nima tashlab ketgan? Lokatsiya bir bola tashlab ketdi. Mana buni qaranglar. Hozir, alo, bu politsiyami? Tezroq kelinglar, men uyimga hozir bitta maxluq keldi. Bilet, darknetdan bitta video chaqirdim, bilet. Tezroq kelinglar, politsiyalar, bilet. Men uyimni tekshirib ketinglar. Birda narsalar qo'yib ketgan. Menga chamadami bir bola qo'ydi. Nimadir qilishni bilmayman. Men tezroq menga nimadirlar qilinglar, bilmadim men. Uyimga какой-то bitta klon keldi, qo'lda pichog'i bor, pul beraman desam ham ko'rmadi u. Menga tezroq kelinglar, bo'ldi. Tezroq kel. Kelasanmi, bo'ldimi? Tezroq kelinglar. Qo'rqaman men. Mamutga bitta qora narsa tashlab ketgan. Bo'ldi, men uyda kutaman mashta o'tirib. Mashta sendvichimni yeb o'tiraychi. Keldim ekan. Endi qachon keladi? Politsiya ham tezroq kelsa zo'r bo'lardi. Keldi, eshik taqilyaptimi? Chingilyaptimi cho'ta eshik? Nimadir taqilyapti eshikda. Yana klon bo'lsa-chi, pitsamni yeb olib chiqaman. Pitsa juda ham mazali. Sen urib ketmasam bo'ldi.
ko'p fast food yeyveraman. Toshini baland qilaydi. Anaqa. O mana keldi. Наконец. Buni ham ustida yo'q. Nima bu? Normal kiyim kiyib ko'raysizmi? Bitta boshda bor degani politsiyaskiy degani emas-ku, aka. Endi siz menga nima qilaydi? Bo'sha kiyim yo'q. Mana ustidan yo'lat kiyim kiyib ketgan. Mani kiyimlarimni kiyib yo'qib tashlagan. Endi men nima qilay? Meni problemam emas-ku bu. Endi sizni problemangiz-ku meni. Jahlimga tegmay meni. Ana yerda bitta klon yuribdi. Uni topasizda yo'q qilasiz, men bilmayman. $1000 joyida chaq beraman, bo'ldi. Oya, bo'pti. Bor yo'qolay. Zayval. Bo'ldi, nima qilamiz endi? Ana men ikkinchi qismi chiqishi uchun menga 5 ta like yoki 10 ta like kerak. 100 tadan ortiq prosmotr bo'lmasa men bilmadim endi bu video. Nima qilay endi ana politsiyasiga ham kiyimda kelgan. Yo'q, qamdagan yo'q, haligi ham yo'q. Keto nima